Солнышко? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Urdimi? Urdimi? Hozir men o'ylab tushaman. Oldin yetdi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Maternitoda. Shuni maternitoda. Shahlo bonu keldilarmi? Kuyov. Keling, ahvolingiz yaxshimi? Uzr. Ahvolingizni ko'rib turib bergan savolim qarang. Meni kechiring. Men qarang, asosiysi psixologik travma olmasangiz bo'ldi. Qolgani yerunda. Men qarang. Uzr. Qo'lim sinsin. Tep ketdi. Boshingiz bormi? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi demoqchi edim. Kechiring. Uzr. Javob ahmaq tashamaylar, urmagandir Solnышко, a? Yey. Urdimi? Yashavar mujik. Ja unaqa tashavormanglar. Ikkalang ham jim bo'lsang-chi. Jim bo'l. Siz o'zi kim tarafsiz? Singlimizni yonmasangiz-chi? Menga qaradim-da. Gapimni eshit. Shahlarni qanaqaligini bilmaysanmi? Hozir nima? Hamma ayib. Kuyovda deb o'ylayapsanmi? O'zi zo'rg'a aldab kuyovga bergan bo'lsak Shahloni. To'g'ri. Kuyovda ayb yo'q. Balkim qaynonasi yomondir. Senga gapirdim nima? Molga gapirdim nima? Singiz mushukcha saqlab olaman deganda, mushukchani uyga olib keldik va u kaka qilib qo'ydi. Singiz uni tozalayotgan paytda ko'zini tirnab oldi va tomga qochib chiqib ketdi. Men uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Men bilan mushukcha osilib qoldik. Singiz chiqib mushukchani qutqarib oldi, meni itarib yubordi. Aytdim sizlarga bu yoqdan nimadir nito deb. Yo'q, kelib, kuyovni ham itarasanmi? Bitlaqa. Unda nimaga yig'lab keldi Solnышко? Nimaga men emas mushukchani qutqardingiz desam, menga baqirdingiz deb orozlab ketib yubordi. Shahlo! Shunaqami? O'zlari mahkam ushlasinlar-edi, tomdi. Men nima qildim? Hozir shalom jonim. Shalom emas, salom bo'ladi. Qo'rqib ketdi. Bahido, mendan qo'rqish kerak emas. Men senga kerakli odam. Qanaqasiga kerakli odam bo'lasiz? Siz lo'lisiz. Biz oilamizga qanaqasiga kerakligingiz yo'q. Sizga beradigan sadaqam ham yo'q. Boring, keting. Sen 2 yildan beri tug'maysan. Qaynonang seni issiq sovuq qilibdi. Bo'lishi mumkin emas. Meni qaynonam tilla qaynona. Menga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydilar. Soddaginam. Qaynonang seni o'zi yaxshi ko'rgani uchun emas. O'g'li yaxshi ko'rgani uchun kelin qilgan. Aslida seni ich-ichidan yomon ko'radi. Nima qilsak bo'ladi? Qaytarma qilishim kerak seni. Faqat uni tekinga qilmayman. Hozir pulab chiqaman. Sochi qayerda qoldi ekan? Sen nima qilyapsan bu yerda? Kim senga eshikni ochdi? Yo'qol orqasidan yop eshikni, og'zingga kichik seni. Bir tepaman hozir, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Izingizni bosing, xolajon, izingizni bosing, hozir seni bosib qo'yaman, tushundingmi? Ko'zlaringizni qarang, ola-bula bo'libdi, unay bo'lib. Sizni o'qitishgan. Lo'lilarda iylikka kirgan bo'lsam, 50 yildan beri bir xil programma. Kimdir o'qitadi, kimdirga fitna qiladi. Kim o'qityapti meni? Keliningiz. Nima? Ani endi chuvording suyuq qilib bo'ptimi? Hech qachon men kelinim bilan urushmagan, shu paytgacha urushmayman ham. Senda qalat, men oramizni buzolmaydi, yo'qol. Shol bo'p qolsang, to'shakka mixlanib qolsang, menga qaram belsen deb do'ybat qilyapti sizga. Bunga isbot mana eshikni ochdi. Kamiga hozir sizni o'qitish uchun pilop kelgani kirib ketdi. Kelin, nima qilmoqchisiz? O'g'lingiz ishlari yaxshi yurishsin deb kusuf qildirib qo'yay deyapman-da. Siz nima qilmoqchisiz? Men ham shu. Nazar tegmasin, ertaga shol bo'lib qolmay, kusuf qilmasin kimdir deb o'zimni o'qitib qo'yay. Biz ko'zimizni yumamiz, ko'zimizni ochmaymiz. Aytib qo'yay. Birinchi qoida, agarda kimda kim ko'zini ochadigan bo'lsa, o'sha insonlar O'zingga qaytsin. Og'zi burningni qonga kesin. Akashing bo'lsa qo'llaring shol bo'lib qolgan. Bolalaring yaxshi o'qib tursin ketinga. Iloyim o'zi tug'masin. Narguylarni ham tozalay. Uf, ket. Mahfurat xola bilan bajarildi, janjal bo'lyapti, pulimni bering ketaman. Yo'q senga pul. Ilay, senga yig'ishaganlar o'zi bizga pul berib, ahlolarni tinchini buzibdi. Bilobsanmi shuni? Iloyi o'zingga qaytib. Bo'larkan u.
Agar yana zakaz bo'ladigan bo'lsa, shalolli aloqada. Qalay yurgansiz? Ona chala tuqqanmi? Uzr oyijon. So'kimi oyijon? Chalasiz deyapman. Oyijon xos tozalagandim. Supurasan, короче. A yo'q-e? Balkim supurarsan. Jinniz qo'ziyaptimi, kelin? Nima qilyapsiz? Tapib qoldim oyijon. Tapini molxonada qiladi, mol tappi. Orzularga berilmaymiz. Bunaqasi faqat xayollarda bo'ladi. Kelin! Ha oyijon. Show, 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 snap, snap, yo.